Yaxşımı qızlar bu yozurlarga mavgrimning tafsiliy darsiga olib keldim, ammo lekin mavgrimni qilib sirtlarga chiqib rasmlarga tushib qolmanglar. Dehshat Shangjing bo'ldi jumi qizlar. Shun cho'qim tensam kontrol qilib olib o'ynashni unutib qolmanglar. Eng avval ko'zimizga metonlar taqib olgandan keyin shu rublamdi va yoki jinxo shon bulamdi. Bu shu yuzimizga suyib olamiz. Anadagi mashinaga o'xshash tete shon degandek narsalarni yuzonlarning kafin bo'lgan yerlarga suyib olsanglar bo'ldi. Suyib olgandan keyin qizlar men nimda atmatsanglar, ma feng shui da'atma. Qizlar ma feng shuini ish qilib harakatim shu pintasam harakatim deb ka'atmangu. Feng shui sugash unutib qolmanglar. Anadagi ma yuzimizga ushaq tushak narsalarni cho'shag'on ichidagi trensilda mushu jilla qilib etib anadagi findiyelarimizni beramiz. Bu ishlatgan findiyer men o'xshashlar mushu chehrining Shangyapay birinchi nomerlik findiyesi qizlar. Anadagi findiyeni berib bo'lib mush tilyan yeda Lego Falivin degandek yerlarimizni yoki peshanimizni tilyan qilib atgandan keyin mush bulutlarimizda ufqlarimizni berib olamiz. Bu yembaga ufqlarni bo'lib qolsa qizlar mushu ultralikni ufqsi shu. Anadagi qishimizni bir qatim shu olib atgandan keyin Remmekoda ustiga ralliq berib olamiz. Berib olgandan keyin shu rompanning ichidagi kafe rangda burnimizning ichki tarafidan qishimizning osti tarafidan shunday holatda sizib pastga tushirib anadagi burnimizning ustidan ushli holatni chiqarib sizib olgandan keyin anadagi oxirani ilib burnimizning usti anadagi ko'zimizning oldi tarafini tilyan qilib olamiz. Tilyan qilib olgandan keyin shu rangni ilib qopimizning ustiga ostiga berib olgandan keyin to'g'riroq rangni ilib qopimizning ustiga endi o'xshash ostiga beramiz. Bergandan keyin burnimizning ustiga azroq berib olamiz qizlar burnimizning uch taraflariga. Berib olgandan keyin anadagi burnlarning ust taraf ichki tarafga berib olamiz. Anadagi mavi paqra qizlar başpet tukunumda bandırğun qızlar so'rab ketdilar. Başpet tukunum kiribman, avasanglar bo'ldi. Qapimizga paqran azroq berib etib, mush qora rangda sharjerimizni sizib olamiz. Sizib, bo'lsalarimizni sizib anadagi bir tal cho'tkada yurgan qilib olgandan keyin sho'rompaning ichidagi oxiranda tilyan qilib mush paqraqni bo'lsalarimizning ustiga azroq berib olamiz. Berib olgandan keyin bugun chaplaydigan kirpigimiz bo'lib qolsa, mush kirpik shu. Kirpigimizni avval egib anadaglarimizni berib olib kirpigimizni chaplaymiz. Chaplagandan keyingi holat mushunday holat chiqdi. Andan keyin o'zimizning mushu yenjollarni ne yenşelerini sizib, yenşelerimizni muştaq inişki holatda quyruğunu tatib sizib olsak bo'ldi. Anadagi sayxonning ichidagi to'g'ri rangda ichki anglimizga, burnimizning uchiga, enkimizga berib olamiz. Sayxonlarni berib olgandan keyin tilyan qilib olamiz. Qizlar sho'rpaning ichidagi oxirangda tilyan qilib olgandan keyin anadagi mavi qavg'onda burnimizning uchiga, anadagi ko'zimizning oldi taraflariga, burnimizning ust taraflariga berib olamiz. Berib olgandan keyin chunsambida og'zimizning shaklini sizib, anadagi mushxil qo'g'onlarni berib qo'limizda yeyib olsak, bugun kirmlarimiz oxirlashib qoldi qizlar. Emsiyaq turgan qizlar yuraklaringlarni aymay berishni unutib qolmanglar. Xayr, xo'sh.